Yasab berdik. Chinozga kelganmiz kalt yasashga. Xudo xolasa Chinozmi, boshqa shaharmi farqi yo'q. Xizmat bo'lsa aloqada chiqaverasizlar joyiga. Akalar, bitta like, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa kerak bo'lib qoladi. Qilganda topilmaydi. O'shaning uchun podpiska bosib qo'ying. Xudo xolasa foydali bo'ladi. O'zingizga kerak bo'lsa, tanish bilishingiz kerak bo'lib qoladi. Oka, mana 998 mi? Yo'q, 685. Ha, oq deb o'tasiz. Ha, oq bo'lib turgan ekan. Keldim aka. Aka, assalomu alaykum. Qalay, charchamayapsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yopib boshim? Keyin nima? Aka, hozir tashib yuboraman. Hozir 2 minut aka. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Mashina akkumulyator o'tirib qolgan. Perkurt qilishimiz kerak. Perkurt qiladigan narsam shu mashinada perkurt qilamiz. Kaltimiz tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Original kalt. Original kalt, xudo xolasa, original deb sotamiz. Xitoyda deb sotamiz akalar. Juda ko'p videolar ko'ryapman. Original kalt qilib berdik deyishyapti, lekin original emas kalt akalar. Topgan pulimizni halolab olaylik yoki avval original yoki xitoyligini bilmasanglar, avval aniqini bilib, keyin qilishlaringizni maslahat beraman. O'sha topgan pulimizni bola chaqamizga yediramiz aka-ukalar. Xudo xolasa, kaltimiz tayyor. Displeyn bosish kerak ekan. O'sha tayyor akalar. Shunaqa xizmat kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Kalt kerak bo'lsa ham aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa, sifatli xizmat ko'rsatamiz. Kaltlarimiz original sotamiz. Xitoyda sotamiz. Xitoyda original deb qorish yo'q akalar. Salomat bo'lasizlar, xizmat bo'lsa aloqadamiz.